Jinurson, yo'q. Qayerga bekinsam, mana shu yerga bekinaman, Jinurson. Hop, mana shu yerda tursam, menimcha topa olmaydi. Yo'q, baribir topa oladi. Yaxshisi yer tagiga kirib ketaman. O'shandagina meni topa olmaydi. Okey, tezroq. Oh, Jinurson. Jinurson, okey. Kimdir kirdi bola. Jinurson, kim edi bu? Ishqilib jetil bo'lmasa bo'lgan. Yo'q, mayor Jinurson, yana kim bo'lding sen? Tez blokni qo'y, hozir meni topib oladi u. Sen o'sha mallaka bilan jetillab bekin olgansanmi? Ha, men hozir u jetil bilan bekimoqchi o'ynayapman. Hozir meni fosh qilib qo'ysam, bu yerdan tezroq ket. Yo'q, men senga yordam bermoqchiman. Menga qanaqa qilib yordam bermoqchisan? Mana endi senga kerakli narsa bor. Yur men bilan. Ha, mayli, ish qilib aldamayotgan bo'lsa bo'ldi, bolalar. Hop, okey, joyiga chiqamiz. Ya'ni sen odam ko'rinishini o'zgartiradigan apparat yasagansan. To'g'ri, bu o'zgartirgich 67 ming. Eshitilishidan zo'r narsaga o'xshayapti. Ha, bu o'zi nima qiladi? Ha, to'g'ri, o'zgartirgich o'zgartiradi. Bu apparat seni xohlagan narsaga aylantirishi mumkin. Yo'lmayman-ku, chunki bu apparat seni random narsaga aylantirishi mumkin. Ha, unda sal xavfliroq ekan. Mayli do'stlar, baribir sinab ko'rish kerak buni. Unda apparatni ichiga tezroq kir. Yaxshi, hop, unda hozir ichkariga kiraman. Okey. Davay jetil, taqir-tuqirgini ishga sol. Nima deganing bu? Hazillashdim, demay, boshla tez. Hop, o'zingni qanaqa his qilyapsan? Puqam bo'lgani yo'q-ku, bilad. Okey, uni hammasi joyida, endi bola chaqang bo'lmaydi. Yaxshi. Hey, nima deganing bu? Hey! Jinurson, ko'zlarim juda og'riyapti. Nima jetil tikilib qolding? Ishqilib ko'rinishim o'zgarganmi? Yo'q, mayor, nahotki bu o'sha Devex? Jinurson, qani o'g'irlaychi? Yo'q, mayor. Yo'q, men eshikman. Yo'q, jetil, sen meni ishga aylantirib qo'yding. Ajoyib, endi meni aniq jetil topa olmaydi. Ha, aytgancha, men endi orqamga qayta olamanmi? Bir gapni aytish esimdan chiqdi. Endi sen asl holingga qayta olmaysan. Nima? Hazillashdim. Devex bor, u seni topa olmaydi. Bor, yaxshilab bekinib ol. Aha, xo'p, okey. Hozir eshikni ochadi. Salom. Yaxshi, ana endi men eshikman, demak yaxshiroq joy topishim. Jinurson, jetil kelyapti. Mana shu yerga turib olaman. Sekin, yaxshi bildirmasdan mana shunda o'ngroqqa, okey, bo'ldi. Mana shu yerga qimirlamasdan o'tiraman. Okey, yaxshi. U mana shu yerda, yaxshi. Jinurson, bu Devex qayerga ketdi? Okey, u bizdan hozircha payqamadi. Gapirmasdan o'tiramiz, sekinroq. Balki mana shu atrofdagi uylarga kirgandir. Hozir bittalab tekshirib chiqamiz. Jinurson do'stlar, u eshikni ochaman deyapti. Yo'q, do'stlar, ushlab turishim kerak eshikni, Jinurson. Hop, do'stlar, unda eshik ketibdi. Sal to'g'rilab qo'yamiz. Chaproqqa, okey. Eshikni do'stlarini ochilgandek qilmasak, hozir jetil sezib qoladi bizni. Hop, sekinroq, mana shunday. Yaxshi. Devex bu yerda aniq yo'q. Okey, ana boshqalarni qidiraman. Oy, Jinurson. Do'stlar, u bizni sezmadi. Ajoyib. Men qanaqadir eshik rolini shunchalik zo'r o'ynab qo'ydim yoki u ahmoqmi? Mayli, do'stlar, menimcha u haqiqiy ahmoq, chunki bu jetilda. Mayli, endi mana shu yerda qimirlamasdan o'tiraman. Okey. Lekin do'stlar, bu yerga o'tirib ham juda zerikarli. Balki mana bu uyga o'taraman. Sekin, tezlikda. Okey. Nima bo'ldi? Jinurson Devexga o'xshab ketdi. U yerda Devex kirganda ichkariga. Mayli, menimcha ko'zingga shunday tuyulgandi. Okey, menimcha rostdan shunday bo'lgan. Yaxshi do'stlar. Sezmadi. Do'stlar, men ham eshikni o'rniga kelib turyapman, bir tekis qilib. Okey. Ha, chaqirdingmi? Jinurson, eshik. Yo'q, sen Devexmisan? Albatta, qayerda ko'rgansan odam timsolidagi eshikni? To'g'ri, eshik timsolidagi odamni. Endi tasodifan chiqib qolganingga qo'rqib ketdim. Uzr, xo'p. Qarochi, meni boshqa skinga almashtirishim kerak. Xo'p, uni keting laboratoriyaga. Okey, go. Bismillah. Jinurson, xo'p. Yana nima tikilib qolding, Jinurson? Qani chiqaychi? Jinurson, nega chiqmayapman? Hozir qani o'girilib ko'raychi? Yo'q, Jinurson, men skamikaman. Jetil, sen meni skamikaga aylantirib qo'yding, lekin qishlog'imizda bitta ham skamika yo'q-ku. Meni qidirayotgan jetil shubhalanishi mumkin. To'g'ri, qishlog'imizda skamika yo'qdir, lekin jetil seni qayerdan biladi? Aynan sen skamika ekanligingni. Bu gaping ham to'g'ri. Mayli, borib bekinib ko'raychi. Xo'p, hozir iniga chiqib ketsam, okey. Sekinroq chiqay qurvamasdan. Hop, bir bola qirib, arang chiqolsak, okey. Yaxshi. Ana endi skamika eshikni ochadi. Salom. Let's go, skamika ozodlikda. Ana endi o'zimga men yaxshiroq, qulayroq joy topishim kerak. Okey. Xo'p, qayerga turib olsam ekan? Qanaqadir skamika bo'lishi g'alatiroq ekan. Yurish ham qiyin. Mayli, do'stlar, mana shu yerga turib olamiz, bir tekis qilib, okey. Yana qancha qidirish kerak? Bu Devexni. Nahotki u mendan ham yaxshiroq bekingan bo'lsa? Jinurson, bu skamika qayerga keldi? Mana shunga o'tirib o'zgina dam olib, keyin Devexni qidirsam bo'ladi. Hozir juda ham charchadim.
Hop, hozir yana o'tirib o'ylasam zarar qilmaydi. Okey, yo bismillah. Ay, jinursin. Dexmi? Qayerdandir uni ovozi keldi. Hozir uni topib olaman. Shu yoqqa to'plarni bo'lish kerak. Masalan, mana shu uyda. Ah, jinursin, bu jitil oxiri meni grivja qildirib o'ldiradi. 2 kilo bu jitil jinursin. Shunchalar og'irmi? Ovqatni og'ziga tiqqan rosa biladi uyda yotib. Okey, yaxshisi mana bu yerga turib olaman. Jennerson, Dexni qayerda topish kerak? Hech qayerda yo'q. Okey, unda skameykaga o'tirib yana ozroq o'ylayman. Skameyka qani Jennerson? Bir yo'q bo'lib bir paydo bo'ladimi yoki men shunchalik charchadimmi? Qani bu skameyka Jennerson qayerga ketib qolgan? Ana yerda ekan. Okey, judayam yaxshi. Jinursin yana senmi? Bu Dexni yana allaqancha qidirish mumkin. Agar men Dex bo'lganimda qayerga bekinardim? Iltimos jitil, tezroq o'ylab qol. Hozir o'lib qolaman, iltimos. Ha, mayli, yana bir qishloqni aylanib chiqaychi, balkim o'sha topilib qolar. Okey, davay. Jinursin. Bo'ldi do'stlar. Ana endi bu yerda oxirgacha o'tiraman. Qani jitil taslim bo'larmikan yoki yo'q? Do'stlar, men bu yerda o'tirib bir narsani angladim. Ya'ni skameykalarga oson emasligini. Ular har doim bir joyda o'tirib odam ko'taradi va Yana Dexni qancha o'tirishim mumkin? Hech qayerda topolyapman. U nahotki shunchalik zo'r bekingan. Bo'ldi Dex, iltimos chiqa qol. Men taslimman. do'stlar, u mana qo'ya taslim bo'ldi. Mana qo'ya do'stlar, u taslim bo'ldi. 34 yil deganda. Ana endi faqat skinimni almashtirib olsam bo'ldi va buni keyin jitilga surpriz qilaman. Aytgancha iniga kirishimiz kerak edi. Okey, bo'ldi. Mana qo'ya do'stlar, men u skinimga qaytib oldim. Ana endi borib jitilga buni aytamiz. Balkim yo'q. Agar hozir aytsam, hammasini bilib qolishi mumkin. Bu cheaterlik hisoblanadi. Yaxshisi aytmaganim bo'lsin. Dex, sen qanday qilib buni zo'r bekinishga muvaffaq bo'lding? Menga ham buni o'rgat. Shunchaki oddiy bekindim. Lekin qanday qilib? Menga ham buni o'rgat, iltimos. Mana shu yerga bekingandim. Mana bu suvni ichiga kirib olgandim. Lekin men bu yerni 67 ming marta qidirdim. Men esa suvni tagidagi yerga kirib olgandim. Men seni yurdaligini qayerdan bilaman? Lekin Dex, sen baribir juda zo'r bekinibsan. Qo'yil. Katta rahmat bunaqa gaplar uchun. Xo'p, agar xohlasang yana o'ynaymiz o'sha bekimachoqni. Yo'q, men juda ham charchadim. Bo'ldi, endi sen bilan qayta bekimachoq o'ynamayman. Okey, mayli. Xo'p, bo'ldi do'stlar, menimcha bu jitilni ham taslim qildik. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, shu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.